Olingan login parollarni faollashtirish videosini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Google orqali e-maktabga kiramiz. Qo'yni ochiladi. O'qituvchi kuratordan olingan loginni tepasiga yozamiz. Bu yerda katta harflarda yozish kerak emas, joy tashlash kerak emas. Agar nuqtali pastki chiziqcha bo'lsa, ulardan keyin ham joy tashlash kerak emas. Loginni tepaga yozamiz. Parolini pastga yozamiz. Vaqtinchalik parol beradi bu yerda. 6 ta raqamdan iborat parol bo'ladi. Shuni yozamiz va tizimga kirishni bosamiz. Birinchi ro'yxatdan o'tmagan odamda mana shunaqa oyna ochiladi va telefon nomeri so'raydi. Telefon nomeri yozib, SMS qabul qilish oynasini bosamiz. O'sha yozilgan nomerga 4 ta raqamli kundalik.comdan keladi SMS xabarnoma. Shu 4 ta raqamni pastiga tasdiqlash kodiga yozamiz. Keyin mana bu oyna ochiladi. Bu yerda ikkita bir xil parol yozish kerak bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil bo'lishi kerak. Masalan, ikkita kuchukcha, ikkita 117. Pastiga ham xuddi shunaqa ikkita kuchukcha 117 va tichka qo'yib, foydalanuvchi kelishuvga roziman deb tasdiqlashni bosamiz. Agar kundalik.comda pul to'lanmagan bo'lsa, shunaqa oyna ochadi. Biz o'zimizda Click Pay Me orqali bemalol to'lov qilsak bo'ladi. Yana boshqa bittasini ko'rsatib beramiz. Mana login degan joyda login yozamiz. Loginni joy tashlamasdan, katta harflarda emas, orasida nuqta bo'lsa, nuqtasiz qilib yozish kerak bo'ladi. Buni kurator yoki o'sha o'qituvchi yoki admin tashlab beradi. Buni yozdik. Mana nuqtali ekan, katta harf bo'lsa buni kichkina qilamiz. Nuqta qo'ygandan keyin avtomatik katta bo'ladi. Nuqtadan keyin joy tashlamasligimiz kerak. Bu yerda yozayotganda avtomatik joy tashlaydi. Shuning uchun orqaga qaytib, bu joyni o'chirishimiz kerak. Vaqtinchalik parol yozamiz. Vaqtinchalik parol yozib tizimga kirganimizdan keyin bizga yana xush kelibsiz deb nomer so'raladigan oyna ochiladi. Agar bu kundalik.comda faollashmagan akkauntlar uchun bu video birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi yoki kundalik.comga birinchi marta kirayotgan o'quvchi yoki ota-onalar uchun mana nomer yozdik. SMS jo'natdi. Bitta nomerga 5 ta SMS olish mumkin. Tasdiqlash kodini kiritamiz. Tasdiqlash kodini kiritganimizdan keyin oyna ochiladi. Yana ikkitali o'sha ikkitali oynaga biz login parolini topib yozishimiz kerak bo'ladi. Bir xil, ikkitasiga ham bir xil qilib yozish kerak. Esdan chiqmaydigan parol qilib qo'yish kerak. Bu ishlarni amalga oshirishdan keyin saytga kirib ketadi. Tichka qo'yamiz foydalanuvchiga va yashil tasdiqlashni bosamiz. Parol bir xil bo'lmasa, sariq yozuv qilib yoniga chiqarib beradi. Parol o'xshamadi yoki parol bir-biriga mos kelmadi deb. Agar to'lov qilingan bo'lsa, bu oyna chiqmaydi, avtomatik ravishda saytga o'tib ketiladi.